qilib qo'ydim. Mana yana men chiqma deb turib, mana shu diamond narsasini 20 ta berdi. Bo'lsam ochamiz. Mana qaranglar nima tushar ekan. Gold yoki silver, grov yana tushdi. Warren bu avtolarini qilib qo'yamiz. Batta avto qilish kerak ekan, o'zi stop avto bo'ladi. Batta silver berdi, barrel. Shuning uchun o'zi bo'laveradi. Men stop qilib qo'yaman. Interesna bo'lish uchun sizlarga o'zim ochaman. Yana batta rabbitlar qilib turish kerak ekan. Mana karta chiqibdi, rabbit qilsam, yes. Nima bo'lar ekan? Ba'zan yo'q bo'lib qopti, do'stlar, nima bo'lib qoldi? Do'stlar, nimadir bo'ldi, xullas ba'zan yangi bo'libdi. Men первый denga berdi. Nimadir startup ezaman buni. Nima tushar ekan? Colt tushdi. Bronza ekan. Yana 5 ta bronzam bor ekan. Buni qilib qo'yaylik pul olib turish uchun. Bronzani 5 marta ochamiz. Nima tushsa, shu sizlarga aytmoqchiman yana. Batta o'yinda mas'ulni shu 1+ keyboarddan sizlarga bitta 3x doroshka beraman. Faqat obuna, like, komment bosib qo'ysanglar va kommentga niklaringni qoldirib kelsanglar, haqqi niklaringni qoldiringlar, chunki boshqa odamga ham tashlab yoralaman. Shuning uchun mana shu videoga like, komment, podpiska bosib qo'ysanglar sizlarga rahmat bo'ladi. Men sizlarga sovg'a beraman. Sizlarga oson 5 sekundlik narsa bo'lsa, menga 1 oylik narsa bo'ladi. Chunki men unchalik yig'almasam podpiska nima qilaman? Men video roliklarimni qiziqib qilyapman. Shuning uchun like, kommentga nikkingizni qoldirib ketsangiz, shunaqa narsalar beraman. Shuning uchun like bosib, komment, obuna bosib qo'yinglar. O'tgan do'stlar, xullas Warrenlar tushyapti. Nimaligini bilmayapman. Men 70 berar ekan, bir nitani qo'yaman va Warrenni qo'yaman baz o'rniga. Baz qo'yamiz. Endi pullarni olishni boshlaymiz. Nech pul bo'lyapti ekan? Уже 5000 pulimiz bo'pti. Men goldga olamiz 5000imizni. Bitta ochamiz, nima tushar ekan? El Primo. Vay! Roza tushdi. Roza $10 berar ekan. Bo'lmasa baz nech pul beradi? $9. Men uni almashtiramiz bazga. Bazga tushiramiz. Endi rozani mana yerga qo'yamiz. Mana shuncha narsa bo'pti. Endi yana pullarni olamiz. Nech pul bo'lyapti ekan? 10k bo'pti, 10.000 ta bo'pti. Xo'p. Agar sizlar meni podarka qilaman deb tursam, bu o'yinda ham podarka qila olaman. Men unga qilsam, necha Robux turar ekan? 3 Robux turar ekan. Sizlarga men uni beralarman. 50k ni diamondni beraman. Agar menga yana kerak bo'lmagan bo'lsa, 1+ keyboardga men shu o'yinga kiramanda diamondga bitta odamga shu kommentariyadan tanlayman. Shu narsani beraman. 10 ta bo'ladimi? 10 ta bo'lar ekan, x 10 ekan. S'ga bersam necha Robux bo'ladi? 19 Robux. 10 ta berishim mumkin ekan. Shuning uchun sizlar like, komment, podpishka qilib tursanglar, obuna bosib tursanglar, sizlarga zo'r videolar qilaman, sizlarga zo'r kontentlar qilaman, shunaqa zo'r podarkalar beraman. Shuning uchun obuna, like bosib qo'yinglar. Sizlarga bo'lmasa mazza qilib ko'radigan kontentlar qilaman. Shuning uchun sizlar Kalit! Nima tushdi? Kalit tushdi. 375 srazu. Rozaga almashtirib olamiz. Уже bunchalik zo'r kalit bo'ladi-yu. Ko'ryapsizlarmi? Like bosganlaring uchun kalit tushdi. Shuning uchun obuna ham bosib qo'yinglar. Nima tushishini ko'ramiz. Madur berar ekan, Regina esa madur berib qolar ekan, 100x cash berdi. Men undan 2 ta olaman ekan, 2 ta oldik.
nima tushishini hozir ko'ramiz. Qani nima tushar ekan? Silver, gold, el primo, gold, ruby, Kenji tushdi. Obuna bosib qo'yganinglar uchun qarasak nima ekan, nech pul berar ekan? 5000 pul sekunda. Ashuchi like, comment yozib qo'ysanglar, sizlarga ham shunaqa narsalar beraman. Birinchidan like, comment, obuna bosinglar. Shunchalik narsa berdi. Sizlar obuna bo'lib qo'yganinglar uchun Kenji diamond berdi. Suda, damoy. Hozir like bosganlaringdan shunday kalit berdi. Obuna bo'lganlaring uchun 5000 sekund beradigan narsani Kenjini berdi. Brawl Stars kim o'ynaydi? Ashu like, comment yozib qo'ysin. Men o'ynayman deb, men druzya tashlayman. Ikkalamiz o'ynaymiz va Robloxda ham 5 ta obuna, 5 ta like, 5 ta kommentariy kelsa, 5 ta odamni tanlayman. Shu odamni tanlayman ki o'ynaymiz, nimadir o'ynaymiz, content qilamiz ular bilan. Shuning uchun like, comment, obuna bosib qo'yinglar. Bo'lmasa do'stlar, короче, shu video tugayapti, chunki biz Diamond Kenji tugatdik. Yana bo'lmasam bir 5 tacha Lucky Block ochib qo'yamiz. Bo'lmasam keyin video tugaydi. 2 ta ochamiz ekan, 2 ta bor ekan, yana Diamond olamiz. Like bosinglar zo'r tushmaydi, obuna bosinglar zo'r tushadi. Like bosinglarmi? Like bosinglar. Yana comment, obuna bosib qo'ysanglar zo'r tushishi mumkin. Do'stlar, like, comment, obuna bosinglar. Nima chorka? Ay, like bosmabsizlar, comment yozmabsizlar, obuna bo'lmabsizlar. Obuna bo'lsanglar sizlarga srazu beradi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. 2 minutdan keyin sizlarga nima tushishini ko'rsataman. Sizlarga 1 sekund, menga 2 minut. Do'stlar, shu diamond turibdi, 4 ta bor ekan, shuni hammasini olamiz. Hammasini oldik, mana 4 ta diamond chiqdi. Olamiz. Nima tushar ekan? Like bosib tursanglar, like bossanglar, bunaqa narsalar tushar ekan. Shuning uchun like bosmay, obuna bosingchi nima tushar ekan? Bo'lmayotgansizlar. Like, obuna bosinglarki nima tushar ekan? Angela tushdi. Like, comment, obuna bosinglar, nima tushar ekan? Ochamiz. Sizlar like, comment bosmabsizlar. Shuning uchun video tugadi, chunki boshqa star drop qolmadi. Chunki sizlar obuna bo'lmabsizlar, shunaqa narsalar tushdi. Mana shuncha pul uje yig'dik. Birinchidan necha pul edi, hozir necha pul qildik. Bo'lmasam video tugadi. Shu voy, nima bo'lyapti? Rebirth qilaman desam, manaqa Robimi nimadir chiqishi kerak ekan, lekin ololmadim. Bo'lmasam video tugaydi. Kim obuna bo'lib qo'ysa, men 1+ keyboardda 3x daroshka beraman yoki shu o'yinni men u star dropni beraman. Diamond star drop 10 ta beradi sizlarga. Bo'lmasam videoga like, comment, obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga shunchalik kontentlar qilaman. Bo'lmasam hammaga bo'pti.